Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, bugun shunaqangi men uchun quvonchli kun bo'ldiki, faqat shifo topgan insonlarni ko'ryapman. Mana sababini qilib beryapmiz. Allohning izi bilan komil shifo topishyapti. Mana shu opajonim ham oldimga kelganda shunaqangi og'riqlar zirqirab og'riyatdiki, endi oyoqlarini qadam bosishlar ham juda qiyin. To'g'rimi? O'sha kuni kelganlaringizda. Mana Allohga shukr, bir oylik iste'molini qilibsiz. Qanaqa natijalar bo'ldi? Shu haqida bitta ma'lumot berib bersiz, zo'r bo'lardi menga, opa. Sizda internetda eshitib qoldim. Aha. Keyin u Farg'ona o'g'lim Farg'onalik. Aha. O'zim Qo'qonlikman. Aha. Keyin kelib eshitib qoldim bilan o'g'lim bilan kelib. Bir oylikda olib ketdik. Aha. Olib ketib 2 mahal 2 tada ishdik. Aha. O'sha keyin emirtimni yo'qotib qo'ydim, tushdim ataylab. Aha. Tushdim, to'g'ri girishim 3 ga tushib qoldi. To'r girishasiz 1 oylik o'zi 3 ga tushib qoldi. Mashalloh, mana. O'shanga yana keldim-da olib ketdim. Boringizga shukr. Endi ko'rib turibsizlar, men 1 oylikda o'zida mana chiroyli qilib tushirib ham tashlayapti. Undan keyin o'sha og'riqlar ham qoldimi onajon? Ha, og'riqlar kamaydi. Ancha kamaydi. Ammo bir karra boshda qo'zg'adimi, shunisi ham aytib qo'ying. Qo'zg'ash bo'ladi-da. Bor-a. Xudo xolasa onajon, men shunchalik shifo topsiz 1 oylikda o'zida shunchalik natija, mana 1 oylikda o'zida shunchalik mana kamayishlar bo'lyapti. Endi buni o'sha oxirigacha kurs lecheniya qilib boramiz. Allohning izidan komil shifo topasiz. Chunki meni oldimga kimki shifo topdim deb keladigan bo'lsa, men shunaqa erib boraman-da. Mana shu 2-oyga mendan sizlar podarka bo'ladi. Menga puli kerak emas. Shuni ichi bundan-da zo'r bo'lib kelingki, mana shu mehnatimni mevasini ko'ring. Mana mehnatimni mevasi mana sizdan ko'rinib turibdi. Shunisiga shukr Allohga. Yana Xudo xolasa kelasiz gapirib berasiz. Bo'ptimi? 3 oy 6 oy ichaman-da. Xudo xolasa, ha shuni ichamiz mana 1 oylikda o'zi ko'ryapsiz, mana shunchalik bo'lyapti ekan. Ha keyingi oylarda ko'rasiz. Undan ham zo'r bo'ladi Xudo xolasa. Tak tugi bilan shu grijalarni yo'qotib boramiz Xudo xolasa. Bo'ptimi onajon? Ilohi omin. Parvardigor olam mana shu bandalaring meni oldimga mana shifo izlab kelyapti. O'zingni yaratgan ne'matlaringni sababini qilib beryapman. Allohim shu yerga kelgan barcha bemorlarimizga o'zing komil shifoligini ato etgin. Farzandlarini baxtiga, oilasini baxtiga, to'r munjalarini sog' qilgin. Shu farzandlarini baxti kamolini ko'rib yashasin. Mana shu onam kabi shifo topib, sog' salomat kelsin Allohim. Ya'niki shu oylarga Allohim shu dardlardan forig' bo'lgan holatlarda barchamizni ko'rishimiz o'zing ro'zay nasib aylarga amin. Allohu akbar. Juda ham xursand bo'ldim onajon. Haqiqat ekanmi ona? Negativlarimga nima deysiz? Negativlarni o'zlari biladi ular. O'zlari nima gapirsa gapiraversin. O'shnaqa, o'sha men aytganda o'sha negativlar bilasizku, o'sha uni o'zini jigarini ham ko'ra olmaydi ular, to'g'risida. Ashnaqa hamma uchun negativ, qo'shnisi uchun, boshqasi uchun. Bizda ham bor mana shu qo'shnilarimiz. Shuni ham aytib ketishim kerak. Endi buni xalq ko'radi. Mana shu yerda mana do'm shunday mashg'atimizga keltirdiki, mashqqa kirgan boshinaga g'ashlik qilishaveradi. Oxiri bugun 102 ham qilib yubordik. Endi bularni bor-ku, endi shu tarafga katta bir londa qilib tiqtirish kerak-da. Ko'ralmaslik mana shunaqangi narsa. Qo'shning yaxshi bo'lsin deysiz, biz yaxshi bo'lishga harakat qilamiz, o'shnaqa. Yaxshi bo'lishga harakat qilamiz, bular unga tomonga bo'lmayapti. Asosan negativ shular, yozayotganlar ham shular. Salomat bo'laverasizlar, shunaqa bizda hammasi haqiqat. Kelasizlar inshaalloh sababini qilib beramiz. Men faqat sababchiman. Bilib qo'yinglarki, ixlos yarim shifo, uyog'i Allohdan. Men faqat ilmim yetgancha shu narsalarni olib keltirib nima qilyapman. Onajon komil shifo toping, qanijoningiz sog' bo'lsin, hech qachon dard nimaligini bilmasdan yashay. Meni ham bitta duo qilib qo'ying onajon. Qaningiz sog' bo'lsa, ishingizga topganingizga baraka. Amin. Umringizga rizqingizga topganingizga baraka bersin. Amin, amin. Allohu akbar. Alloh panohida bo'ling. Ko'rishguncha onajonim.